yosh xurmoga shakl berish. Mana yosh xurmo qarshimizda turibdi. Hozirgi sanamiz 2026 21-fevral. Bu 2025-yil fevral oyida ekilgan. Bizda yo'qotishimiz, e'tibor beramiz. Ko'chatni harakatdan to'xtatishi nimalar? Qurigan kaltak va uchki noto'g'ri kesilganligi. Uchki noto'g'ri kesilganligining oqibatida o'sishdan to'xtab, hech qanaqa nima yo'q. Mana kasallik olib ichkari qarab ketaveradi. Endi buni harakatlantirish uchun xurmo shunday xususiyatga ega, bir qarishlik kaltak bo'lib qoldimi, hosilxonaga o'tadida yonboshidan hammasi hosilxona kurtaklar bo'lib o'sishdan to'xtaydi. Bizni qiladigan ishimiz ozgincha uchini olib qo'yish. Har biriga shu ko'rsatkich bor. Qurib, o'zak qurib tomirga uradi. E'tibor beramiz, tepada ham mana. Noto'g'ri kesilganning hisobiga. Mana yonida yana bitta turibdi. Agar shuni ekkan davrda o'z vaqtida olinganda o'ta boshqacha yo'nalishda berardi. Endi biz nima qilamiz? Qaysi birini qo'yamiz? Bizga tepada zo'r novda turibdi. Agar qizg'onsak, katta yo'qotish qilib qo'yamiz. Qaychini yonboshi urgan holatda mana yana qaytarib olaman-da qo'yaman. Yonboshi urgan holatda mana olib tashlaymiz. Nega? Ertalik kunda 1 santimetr oralig'i usti teri qatlam bilan qoplaydi-da, bitib olishga. Endi tepaga ko'tarilamiz. Bizga asosan 4 ta lider kerak. 4 ta novdani 3 qismini olib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana endi bizga harakat uyg'ondi. Agar olmaganimizda hosilxonaga bo'g'ilardi-da, shu bilan uxlardi. Mana xuddi o'sha ko'rsatkich pastga qarab qurib boryapti, novda chiqazmagan. Biz buni kutmaymiz. Hali ham mana yashillik bor, lekin novda chiqazishga kuch yetmaydi. Pastdan chiqazib bo'ldi. Bizni qiladigan ish mana buni olib qo'yishlik. Juda katta yordam bergan bo'lamiz. Mana qarshimizda turgan xurmoga asosan biz 60 ga qo'yib kesganimizda birinchi kesuvlarimiz qanaqa ko'rsatkich berardi? Shakl mana tepada ko'rib turgan shaklingiz pastroq tushar edi. Hozir 3 ta novda turibdi. Uchalovidan tanlov qilishingiz kerak bo'ladi. Biz endi kechibsa ham ilojimiz yo'q. 1 yil o'tib bo'lgan taqdirga ham olib tashlashga majburmiz. 3 ta tana yetilganda o'zini eplolmay qoladi. Bitta tana bo'lganda u boshqacha bo'ladi. Endi biz bitta tanlov qilishimiz kerak bo'ladi. Mana unisi baquvvat tepada chiqib ketgan. Pastroqdan qo'ysak ham bo'ladi. Ko'rinib turibdi, bu hosilga o'tgan bog'bonimiz ancha qizg'onishadi. Agar mana shuni aytganimizdek mana bu holatda qo'yib pastroq pasaytirib olganimizda, bitta tana qo'yganimizda o'ta go'zal bo'lardi. Endi buni ikkalovidan bittasidan kechamiz. Pastroqdan olinadi. Endi cheri olinadi bular. Tagidan hosil beradi. Tepaga kelamiz. Tepaga kelgandan keyin 3 qismini olib qo'yamiz. 3 qismi mana o'rtadagi qism olinadi, keragi yo'q. Nega? Bizga mana bor qanotda. Tepa qism ketadi. Mana qarabsizki, qanaqa go'zal holatda. Keling shuni hosil bergan mana yondan chiqazadigan hosilxona kurtaklarini sizga ko'rsatib o'tamiz shu o'rinda. Hozirgi qo'ygan kaltagimiz mana qarshingizda, ko'z oldingizda olib kelingda, mana hosilxonani ko'ring. Siraz qanotdan kaltakcha beradi-da, kaltakchasi hosilxonaga aylanadi. O'suvchimiz ham o'z o'rnida bo'ladi. Mana sizga xurmodagi qanday go'zallik, qanday
tez o'zgarish. Xurmoni kesishga qo'rqamiz, uncha kishi kesmaydi. Yo'q, bular hammasi xato. Biz har qanday daraxtni kesishga har qanday sizni savolingizga bizning kanalda javob bor. Har biri batafsil qo'yib kelinyapti. Kanalni ko'rsangiz hammasi natijalari bilan. Uchga qismi olinishi uyg'otishlik, tepaga qarab harakat. Qurigan kaltaklar ketadi, tanaga yopishgan kaltak keragi yo'q, singanlar ketadi. Mana qarabsizki, nima holat. Qancha uch qismini olsak, shuncha o'sishga harakat bo'ladi. Mana bundagi xatomiz qarang qanaqa. Tag qismlar keragi yo'q, noto'g'ri qo'yilgan. Har xilda qo'yilgan, pastdan, tepadan qurigan kaltak olinadi. Mana bu kaltak ketadi. Bunisi ham qurigan, tashqari kutakka qo'yib olamiz. Uch qismini aytganimizdek o'sishga harakat bo'ladi. Hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna tugmachalarini bosing. Keyingi video bundan-da go'zal, bundan-da qiziq videolarni topishingizga oson bo'ladi.